Nega ba'zi trapesiya ko'ylaklar juda chiroyli tushadi, ba'zilari esa ikki yoni osilib qoladi? Sababi matoda ham tikishda ham emas, muammo modellashtirishning o'zida. Bugun sizga ko'pchilik bilmaydigan muhim sirni ko'rsataman. Shu videodan keyin trapesiya ko'ylaklaringiz butunlay boshqacha ko'rinish oladi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda trapesiya ko'ylakni barcha qonun qoidalarga amal qilgan holda to'g'ri va chiroyli modellashtirishni o'rganamiz. Trapesiya ko'ylakni modellashtirish uchun har doimgidek professional asos andozadan foydalanamiz. Agar asos andoza chizishni hali o'rganmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimda darsligi bor. Ko'rib bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Yaqinda Telegram gruppamda bitta challenge o'tkazganimda asos andoza haqida tushunchaga ega bo'lmagan holatda ham 40 dan ortiq ayol qizlar chizib jo'natishdi. Aynan mana shu darslikka qarab ancha oson soddalashtirilgan holatda o'rgatganman. Demak, endi ishimizni boshlaymiz. Trapesiya modellashtirish uchun 50-razmerda asos andoza chizib oldim. Avvaliga eng ko'p uchraydigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik asos andozadan foydalansa ham andozani mato ustiga qo'yib, qo'ltiqni tagidan etakka qarab shunchaki kengaytirib chizib modellashtirib oladi. Bu esa noto'g'ri. Agar bu holatda modellashtirgan bo'lsangiz, ko'ylakni oldi tarafiga umuman skladka tushmaydi. Skladkalari faqat ko'ylakni ikkala yon tomonida yig'ilib qoladi. Yana bitta ko'p uchraydigan xatolardan bittasi shundaki, ko'ylakka umuman vichka tushirishni xohlamagan holatda ko'krak vichkani haqqini belga o'tkazib yuborishadi va beldan katta skladka ochib modellashtirishadi. Hozir buni batafsil ko'rsatib tushuntirib beraman. Internetda ham trapesiya ko'ylak modellashtirishni mana shu holatda o'rgatilgan videolarni ko'p ko'ryapman. Ko'krak vichkani haqqini belga o'tkazishadi. Buning uchun beldan kesamiz ko'krakning uchigacha. Ko'krak vichkani yopamiz. Bizda ko'krak vichkani haqqi belga o'tib ketdi. Orqasini ham mana shunday modellashtirishadi. Ko'ylakka skladka tushirish uchun bel vichkani to'g'risidan kesib, yelkadagi kurak vichkagacha olib kelishadi. Mana shu holatda. Mana shunday katta skladka ochib, orqasini ham modellashtirishadi. Bu esa noto'g'ri. Agar siz ham trapesiya ko'ylakni vichkalardan qutulgan holatda mana shunday modellashtirib yurgan bo'lsangiz, xatoingizni tushuntirib beraman. Birinchidan, ko'krakni oldi tarafda ikkita katta skladka ochilib ketadi. Skladkalari bir xilda to'kilib turmaydi-da, faqat ikkita katta skladka ochiladi. Orqa qismida esa orqa kenglik andoza ochilishi hisobiga orqa kenglik haddan ziyod kattalashib ketadi va orqasida osilish paydo bo'ladi. Mana shu kurak sohasida. Va bunga umuman kaketka ham qo'yib bo'lmaydi. Mana shunday modellashtirilgan trapesiya ko'ylakka kaketka qo'yadigan bo'lsangiz, kaketkasi ham osilib qoladi. Endi to'g'ri usulda modellashtirishni ko'rsatib beraman. Buni yopamiz. Boshqatdan yopishtirib qo'yaman. Ana endi oldi andozadan boshlab trapesiya ko'ylakni umuman vichka tushirmagan holatda va skladkalarini ko'ylakni hamma joyga bir xilda tushirgan holatda chiroyli qilib modellashtirishni tushuntirib beraman. Ko'krak vichkani yopdik va vichka haqqini belga o'tkazib oldik. Lekin bu holatda meni skladkamning orasi juda katta bo'lib ketadi. Shuning uchun andozani bu qismidan
yana bitta chiziq chizib kesib olishim kerak. Buning uchun andozani belvichkadan bu tarafini o'lchab ko'ramiz. Menda 21 sm chiqdi. Qancha chiqsa, shuni o'rtasini belgilaymiz. 21 ning o'rtasi 10,5 sm bo'ladi. Mana o'rtasini belgilayman. Mana shu 10,5 sm dan tepagacha proyma chizig'igacha chiziq chizib olishim kerak. Mana shu proyma chizig'igacha chizaman chiziqni. Agar men hozir mana shu chizig'imni proymagacha kesadigan bo'lsam, skladkasi menda ochilishi qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun bu chiziqni qo'ltiq o'yiniga o'tkazib yuborishim kerak, ya'ni proymaga o'tkazib yuborishim kerak. Qiyalatgan holda proymaga o'tkazib yuboraman, mana shunday. Buni ham, mana shu birinchi skladkamizni ham proymaga o'tkazib yuboramiz. Mana shunday qiyalatgan holatda. Endi kesib olamiz. E'tibor berasizlar, faqat proyma chizig'igacha kesish mumkin. E'tibor berasizlar, faqat proyma chizig'igacha kesish mumkin. Men sal pastroqdan tugatdim. Agar buni davom etib tepaga qarab kesadigan bo'lsangiz, tepa qismi osilib qoladi. Oldi kenglik va orqa kenglik haddan ziyod kattalashib ketadi. Mana shunday qiyalatib kesaman, lekin andozam uzilmasligi kerak. Bu tarafini ham qiyalatgan holda kesib olaman. Endi e'tibor beramiz. Menda ko'ylagimning skladkalari teng miqdorda bemalol ochiladigan bo'ldi. Bu holatda ko'krak vichkadan ham qutuldim. Umuman vichka tushmaydigan bo'ldi va etaklari ham mana shu oraliqlardan skladkalar tushib, chiroyli bo'lib to'kilib turadi. Endi orqasini ham modellashtirib olamiz. Avval kesgan chizig'imga e'tibor bermaymiz. Buni noto'g'riligini ko'rsatish uchun kesgandim. Orqasini pastki qismini o'lchab ko'ramiz. Menda 27 sm chiqdi. Uni 3 ga bo'lib olamiz. 27 ni 3 ga bo'lsak 9 dan bo'ladi, 9 sm. 9 sm dan belgilab oldim. Endi mana shu proyma chizig'igacha uzun chiziq chizishim kerak. Chiziqni proyma chizig'idan tepaga o'tkazmaymiz. Belvichkasiga umuman e'tibor bermaymiz. Belvichkasi tikilmaydi. Endi chiziqlarimizni proymaga o'tkazib yuboramiz qiyalatgan holatda. Mana shunday proymaga o'tkazib yuboramiz. Endi kesib olamiz. Andozam uzilmasligi kerak. Endi orqasini ham bemalol mato ustiga qo'yib modellashtirsak bo'ladi. Kurak vichkasini xohlasangiz tiksangiz bo'ladi. Agar vichka tikishni xohlamasangiz, kurak vichkani haqqini yelkadan chiqazib olib tashlasangiz bo'ladi. Menda kurak vichkani haqqi 2 sm edi. 2 sm ni yelkadan o'lchaymanda vichka haqqini chiqazib olib tashlayman. Kurak vichkasi tikilmaydi. Xohlasangiz tiksangiz ham bo'ladi. O'zim ko'pincha tikaman. Chiroyli turadi baribir. Hozirgi holatda vichka tushmasligi kerak bo'lsa, mana shunday olib tashlasak ham bo'ladi. Etagini xohlagancha kengaytirib modellashtiraveramiz. Endi tayyor andozalarimizni mato ustiga qo'yib bitishni ham tushuntirib beraman. Malaka oshirish kursim haqida ham qisqacha aytib o'tmoqchiman. Bu kursda faqat ko'ylak tikishni emas, balki modelni to'g'ri tahlil qilish, andoza qurish va modellashtirishni o'rganasiz. Ya'ni biron fasonning rasmini ko'rsangiz, uni mustaqil ravishda chizishni, o'lchamlarga moslashni va to'g'ri tikishni bilib olasiz. Kurs nazariya va amaliyot asosida tashkil qilingan bo'lib, har bir darsda modellashtirishning muhim sirlari va ko'pchilik qiladigan xatolarni ham ko'rib chiqamiz. Kurs haqida batafsil ma'lumotni Telegram gruppamdan topsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingiz ushbu rasmlar esa malaka oshirish kursimdagi
o'quvchilarimning natijalari. Mato o'rniga frizeringga chizib ko'rsataman. Kamerada ham yaxshi ko'rinadi. Oldi andozani buklovga, orqa andozani matoni ochiq qoladigan tarafiga qo'ysak bo'ladi. Oldiniga bo'y uzunligini aniqlab olamiz. Aytaylik, ko'ylakning bo'y uzunligi 100 sm bo'ladigan bo'lsa, 5 sm chok haqiga qo'shib 105 ni belgilab olaman. 105 ni belgilab oldim. Ishni orqa andozani joylashtirishdan boshlaymiz. Chizgan chizig'imga andozamni yelkasini qo'ymayman-da, bo'yin chizig'ini qo'yaman. Chunki o'lchov olganda ham 7-umurtqa pog'onasidan o'lchov olganman, yelkadan emas. Mana shu burchagidan 3 sm qoldiramiz. 3-4 sm yetadi. 3 sm ni belgilayman. Bu tarafini lekin matoni chegarasiga to'g'rilaymiz. Endi etak kengligini aniqlab olamiz. Etak kengligi qancha bo'lishi kerak? Aytaylik, 50-razmerda 45 sm bo'lsa bo'ladi. Buklovda 45 bo'lsa bo'ladi. Orqasi 45 ni belgilab oldim. Endi andozamni mana shu 45 ga moslab kesimlarning orasini bir xil qilib ochib chiqishim kerak. Endi chizib olamiz andozamizni. Bostirib chizib olamiz. Endi qo'ltiqdan boshlab etagiga qarab kengaytirib berib boramiz. Ba'zi holatlarda belini ixchamlashtirib, beliga figura berib chizsangiz ham bo'ladi, fasondan kelib chiqadi. Hozir qo'ltiqdan boshlab etagiga qarab kengaytirib chizib ko'rsataman. Mana chizib oldim. Endi etagini tekis qilib chiqarish uchun mana shunday o'lchab ko'ramiz. Etaklarini ikki yoni osilmasligi uchun santimetrni yelkaga qo'yaman-da, pastgacha o'lchab ko'raman. 108 chiqdi menda. Ko'ylagimning uzunligi 100 sm bo'lishi kerak. 5 sm chok haqiga qo'shdim va belgilab chizgan chizig'imga men bo'yin chizig'ini qo'yganim uchun yana 3 sm tepaga chiqdi. O'lchab olganimda ham umurtqa pog'onasidan o'lchab olganman, yelkadan emas. Andoza chizish darsligida tushuntirdim. Mana 108 chiqdi. Endi santimetrni yelka qismini qimirlatmagan holatda bu tarafini etagini ikkinchi burchagiga olib borib pistashtiramiz. Mana 108 qayerga kelsa, o'shani belgilab olaman. Mana 108 mana shu yerga keladi. Endi avval chiziq chizaman. Sizlar ham trapetsiya ko'ylak modellashtirganda mana shu usuldan foydalansangiz, etaklari osilmasdan chiqadi. Hattoki andozani to'g'ri joylashtirib bichadigan bo'lsangiz, etaklarini tekislashga ham hojat bo'lmaydi. Mana orqa andozamni mato ustiga joylashtirib oldim. Endi oldi andozamni joylashtirib olaman. Faqat oldin bitta narsa, mana orqada bel sohasi bor. Mana menda belgacha bo'lgan uzunlik bor. Belgacha uzunlikni o'lchab olaman. Etak uzunligini 64 chiqdi menda. 64 cm, beldan pasti etak qismi 64 cm chiqdi. Buni eslab qolaman. Endi oldi andozamizni joylashtirishimiz kerak. Orqasida etak kengligi 45 cm edi, oldida 50 cm qilsam bo'ladi. 50 cm sig'armikin belgilab olaman. Mana shu yerga kelar ekan 50 cm. Agar sizni matongiz tuksiz mato bo'lsa va gullari har ikkala tarafiga ham to'g'ri keladigan bo'lsa, oldi andozani yelka qismini mana shunday joylashtirsangiz, matoyingiz sarfi ancha kamayadi. Lekin ba'zi matolarning gullari faqat bir tarafga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda oldi andozamizni mana bunday joylashtiramiz, buklovga qo'yamiz. Matoni ortgan qismidan lozimini yoki yengini bichib olsak bo'ladi. Ellik santimetr belgilab qo'yaman. Endi ko'ylakni bo'y uzunligini belgilab olaman. 100 cm edi menda. Ko'ylakni bo'y uzunligi 100 cm, chok haqiga 5 cm qo'shamiz.
105 cm. Mana 105 ni belgilab qo'yaman. Andozamni to'g'ri joylashtirish uchun orqa andozada beldan pasti 64 cm chiqqanmidi? O'sha 64 cm ni belgilab olaman. Mana 64 cm. Mana bu yerga keladi. O'sha mana shu bel chizig'i bo'ladi bizda. Oldida ham bel chizig'i bo'ladi. Belgilagan joyimga oldi andozamni bel chizig'ini to'g'rilab qo'yaman. Mana shunday to'g'rilab qo'yaman. Bu tarafidan 3 cm cha mana shunday ozgina chetlashtiramiz va skladkalarni bir xilda tushishiga e'tibor beramiz. Oldi andozamni bel chizig'ini orqa andozadagi bel chizig'iga to'g'rilab oldim va 105 qilib chizgan joyimga menda oldidagi bo'yin chizig'i to'g'ri keldi. 105 qilib o'lchagan bo'lsam, men oldi andozam tepaga chiqdi. Sababi oldida balans bor. Ayol qomatida ko'krak bo'lgani uchun oldi andoza hamisha orqadan balandroq bo'ladi. Balandroq chiqib chizildi menda. Kelgan paytida lekin joyiga tushadi. Andozani bostirib chizib olaman. Yoqasini shaklini xohlagan shaklni berasiz. Yoqa ochilishini ham o'lchab olgan bo'lishingiz kerak. Qo'ltiqdan boshlab, qo'ltiq o'yintidan boshlab 50 cm belgilaganman-ku, o'shanga tutashtirib chizamiz. Yana o'lchab ko'ramiz. 112 balans bilan 112 chiqdi. Bu tarafiga ham 112 ni qo'yib olamiz. 112 va avval shakl beramiz. Shunda etaklarini yon taraflari osilmaydi. Mana shu usul bilan modellashtiradigan bo'lsangiz, tikkan trapeziya ko'ylagingizni skladkalari ham bir xilda chiroyli to'kilib turadigan ko'ylak bo'ladi. Andozani olib qo'ysam, ana shu ko'rinishga keladi. Dars haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.